Assalamu alaykum hörmətli televizor köyküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlərlə qarşıladığımız. 12-ci növbətlik Cənubi kişilik hüquq və demokratiya yığınında Uyğurlar və İlham Toxtu məsələsi anlatıldı. Amerika heyəti Şərq Türkistan Mədəniyyət və Həmkarlıq Cəmiyyətini ziyarət qıldı. Mütəxəssislər Wuhan virusu 550 milyondan 650 milyongacha bo'lgan kishini yuqumlandirishi mumkin deb faraz qilmoqda. Türkiye, Avrupa devletleri vizini amaldan kaldırdı. Tövəndə dehqanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xalqaradakı nüfusluq kişilik hüquq təşkilatlarından bolğan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının küzüş qrupusының 2020 yıllık 12-ci növbətlik Cənubi kişilik hüquq və demokratiya yığını 18 fevral günü Cənubidə ötküzüldü. Məzkur yığınğa İran, Vyetnam, Xitay qatarlıq müstəbid dövlətlər hökumətləri yürgüzgən kişilik hüquq təpsəndiciligi haqqında doklad berishga faoliyatchilar taklif qilingan bo'lib, Uyg'urlardan Amerikadagi advokat Nuri Turkan ve İlham Toxtuning qizi Javhar İlham Uyg'urlar vaziyati ve Xitoy tarafidan atalmış milliy qudrat-qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi İlham Toxtu masalasi haqida doklad berish taklif qilingan. Atiganlik yig'inda doklad berishga o'rlashtirilgan Nuri Turkan apandi sin ko'rinish orqali Amerikadan yig'inga qatnashgan. O dokladida Xitoy kommunist hukumatining 1949 yildan buyon Uyg'urlar ustidan yurgizib kelayotgan bostirish siyosati ve növbətdə Uyğurlarga yürgüzülayotgan lagerga qamash, ağır dərəcədə nazorat ostiga elish vaziyati haqida to'xtalib, Chunchangguning atalmış Uyğur avtonom rayoniga sekretar bo'lib kelgan 2016 yildan buyon necha milliongacha Uyg'urning lagerlarga qamalganligi, lager sirtidagi Uyg'urlarning Xitoyning yuqori texnikalik nazorat sistemasi ostiga elinganligi, erkinligidan ayrilgan ota-onalari lagerlarga elib ketilgan bolalarning yotoqlik maktablar nomidagi bolalar lagerlariga qamalganligi qatorliqlarni tafsili so'zlab, har qaysi ellar va tashkilotlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmiga jiddiy ko'ngil bo'lish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Javhar İlham doklad berganda, avval 2014-yili Xitoy hukumati tarafidan atalmış milliy qudrat-qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan dadisi İlham Toxtuning kimligi va nima sababdan Xitoy doiralari tarafidan muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi haqida guvohlik bergan. U yana navbatdagi Uyg'ur vaziyatining jiddiyligini o'ttirib qo'ygan. Javhar dadisi İlham Toxtu haqida to'xtalib, o'zining 2013-yili 18 yoshida Beijing aerodromida dadisidan ayrilgandan keyin Amerikaga kelib mustaqil yashashga majbur bo'lgandan keyingi ahvollarni bayon qilgan. O sözüde, gerçi ayni chaqda o'zining amdili 18 yoshga kirgan. Dadisi İlham Toxtuning nima sababdan Beijing aerodromida majburiy to'sib qilinganligini ve o'zining balalik mezgilda dadisining doim Xitoy soqchilarining ta'qib qilishiga uchraydiganligini texib bilmagan bir qiz bo'lsa-mu, lekin 2014-yili 15 yanvar kuni dadisi İlham Toxtuning Xitoy hukumati tarafidan tutqun qilinib, atalmış milliy qudrat-qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingandan keyin dadisining o'z millati Uyg'urlarning barobarlik uchun kurash qilgan bir kishi ekanligini, texmi cho'nqur tunib yetganligi qatorliq ahvollarni bayon qilib, Xitoyning Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoy faoliyatchilari va Hong Kong namoyishchilariga yurgizgan qattiq qo'l siyosatlaridan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga emas, balki Xitoydagi barliq xalqlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilayotgan bir mustabid hukumat ekanligini ta'kidlagan. Javhar yana dunyo jamoatchiligidan dadisi İlham Toxtuga o'xshash o'z xalqining barobarligi va erkinlik uchun so'zlagan Uyg'ur ilm ahllarining erkinlikka erishishiga ve Xitoy kommunist hukumatining qattiq bostirishiga uchrayotgan Uyg'urlarning navbatdagi og'ir vaziyatiga jiddiy ko'ngil bo'lish kerakligini, navbatda suratda Xitoydan har qaysi rayonlar va dunyoga tarqalayotgan Wuhan virusi, ya'ni koronavirusidan yo'qolinish bargancha og'irlashayotgan mezgilda Sharq Turkistondagi lagerlarning ichidagi Uyg'urlarning texmi xatarlik vaziyat ekanligini ogohlantirgan. Birleşken Dövlətlər Təşkilatı küzüş qrupusu 1993-yili Amerikalik kişilik hüquq faoliyatçisi Morris Abraham tərəfindən qurulğan bo'lib, har qaysi dövlət hökumətlərinin kişilik hüquq vəziyyəti və demokratiya vəziyyəti məsələlərini kuzatish və baholashni o'zining asosli xizmat doirasiga kirgizgan nopozliq tashkilot. İkinci ayının 19. günü Amerika'nın Ankara'daki baş elçiliki siyasi maslahatçisi Marcos Manduhan, diplomatiya aloqa ministri Cemrin hay'at sübtida Qaysariyadagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining bosh markazida ziyoratda bo'ldi. Sharq Turkiston majlisining raisi Seyit Tumturk apandi ularni qarshi oldi va nurg'un masalalar ustida suhbatda bo'ldi. Koreya urushidan beri paydo bo'lgan Turk va Amerika do'stligiga so'g'aqchilik selish bilan yaqin qilada Amerikaning PKK, Daesh, FETÖ va Suriyadagi YPG PYD terrorist tashkilotlariga qarshi yordamda bo'lganligi bu haqiqat emas. Bu sababdan Turkiyaning andishisining va boshqa izlanishlarning Xitoy va Rossiya taraflariga burilayotganligi, lekin bu ikki davlatning Turkiyaga hargiz do'st bo'lolmaydiganligini suhbat jarayonida alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika vakolatan bu hay'atning Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining bosh markazida ziyoratda bo'lishi va tashqi ishlar ministri Pompeoning 2 hafta burun Qozog'iston ziyoratida Xitoy zulmidan qochgan Sharq Turkistonlik musofirlarga dunyoning ega chiqishiga aloqador qilgan chaqiriqiga ko'pdan ko'p rahmat etdi. Suhbat yana Amerikaning Sharq Turkiston bilan munosabatlik bayonlaridan bo'lgan mamnuniyatlarini tilga oldi.
Ammo Sharq Turkiston masalasining hal bo'lishi uchun Turkiya va Amerikaning samimiy do'stlik o'rnatishining muhimligini qayd qildi. Chet eldagi bir qism virus mutaxassislari Xitoy tarqalayotgan Wuhan virusining Xitoy miqyosi bo'yicha 550 milliondan 650 million atrofida, ya'ni davlat nufusining 40%ni yuqumlantirishi mumkinligini mo'ljallamoqda. Tabiat jurnalida 18 fevral kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, hozir dunyoning o'xshamagan joylaridagi mushu soat tadqiqotchilari Xitoydagi bu yuqumning qachon eng yuqori pallaga chiqadiganligi va uning qancha kishini yuqumlantirish mumkinligi haqida tadqiqot olib berish orqali kasallik taqobil turish uchun kerakli lozimatliklarni oldin mo'ljallab, uningga tayyorlik qilishga harakat qilmoqda. Xabarda aytilishicha, statistika mutaxassisi Sebastian Funk bu vaqtda ilib bo'lgan statistikasida Xitoydagi har bir yuqumlarning 1 dan 4 nafargacha odamga yuqtirish ehtimolligini chiqish qilib, virusning Wuhan nufusining 10%ni, ya'ni 1 million atrofida kishini yuqumlantirish mumkinligini ilgari surgan. Biroq Yaponiya Hokkaido universitetining yuqumli kasalliklar mutaxassisi Hiroshi Nishora yuqoridagi sonni haddidan ziyoda umidvorlik deb baholagan. Uning qarashicha, Xitoydagi yuqum bu yil 3-oydan 5-oygacha bo'lgan oralikda eng yuqori pallaga chiqadigan bo'lib, u vaqtda har kuni 2 milliondan oshiq kishiga yuqumlanish diagnozi qo'yiladi ekan. Yig'ib aytganda, Xitoy bo'yicha 550 milliondan 650 million atrofida kishi yuqumlanadi ekan. Hong Kong universitetining yuqumli kasalliklar mutaxassisi Gabriel Leung yuqoridagi bu sonliq ma'lumotni ehtimolga yaqin deb ko'rsatgan. Uning ko'rsatishicha, hozirgacha bu virusni tizginlash uchun e'linayotgan sayohat cheklamasi, karantin qilish qatorliq tadbirlarning haqiqatan ishga yaraydigan, yaramaydiganligi aniq emas ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, nurg'un tadqiqotchilar bunday tadbirlarni kasallik bilan yuqumlanishni tizginlayolmaydi deb qaraydi ekan. Aksicha, bunday tadbirlar faqat yuqumning yuqori pallaga chiqadigan vaqtini kechiktirish orqali zo'r sondagi kishining bir vaqtda yuqumlanib kasal bo'lishini tizginlashga yaraydi ekan. Chunki yuqori palla vaqtida yuqumlanguvchi sonini imkon bor azaytmagan taqdirda zo'r sondagi kishida bir vaqtda kasallik alomati ko'rilib, sahiya mulozimat sohasi yetishmay qolishi va natijada kishilarning davolanmay o'lib ketishini keltirib chiqaradi ekan. Xitoy doiralari hozirgacha yuqumlanuvchilar sonining 70 mingdan oshganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq nurg'un tadqiqotchilar Xitoydagi amaliy sonning buningdan ko'p ekanligini faraz qilmoqda. Türkiye Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Hami Aksoy, Turkiyaning ba'zi Yevropa davlatlariga qarata vizani amaldan qoldirish qarori to'g'risidagi savollarga yozma shaklda javob qaytarib, Yevropa Ittifoqi Schengen rayoni a'zolaridan Avstriya, Belgiya, Gollandiya, Ispaniya, Polsha qatorliq davlatlarning fuqarolari va Arab Birlashma Xalifaligi fuqarolari Turkiyani sayohat qilganda 2020-yil 2-martdan boshlab har qatimliq 180 kunda 90 kun vizasiz turish qaror qilinganligini bildirib, yuqorqi davlatlar bilan sayohatchilikni kuchaytirishning maqsad qilinganligini eskartdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.